704 bilan 79 74 79 telefon qilsanglar o'zingniki. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli insonlar. Bu bolalarimiz uchun qurilayotgan maktabimiz, uyimiz. Tepalari mana toshkalari bu bo'ldi. Hurmatli jamoatlar, sizlarga qayta aytyapmiz, bitta xonasini bitirib beruvchilar bo'lsa, mana xayriyat tayyor qilib qo'yganmiz. Bitta xonalarni beruvchilar bo'lsa, bismillah, sadaqa joriy bo'lib qoladi. Bizda qancha yetim bolalar ilm olishadi, yashashadi. Shunga befarq bo'lmaslar degan umiddamiz. Xonalarimiz tayyormiz, tashkilot quyildi. Maktabimiz tashkilot quyildi. Yaxshi insonlar tarafidan ko'p aytdik xonalarni bitirishlikka. Hozir mana stashkasi qo'yilyapti.